Assalomu alaykum aziz muxlis. Hindiston zavodlari Rossiya neftini sotib olishni to'xtatdi. AQShning Rossiyaga qarshi sanksiyalaridan keyin Hindistonning neftni qayta ishlash zavodlari Rossiyaning Ural markali neftini sotib olishni to'xtatib, kutish rejimiga o'tdi. Nashrga ko'ra, Hindiston Petroleum Corporation kabi kompaniyalar haqida ketmoqda. Zavodlarning yuqori lavozimli rahbarlari aytishicha, ular hukumatdan ko'rsatmalar kutmoqda va muqobil variantlarni baholamoqda. Yozilishicha, so'nggi sanksiyalar kirilishidan oldin Rossiyaning Expo markali nefti narxi barreli uchun $1 ko'proq yuqori bo'lgan. Savdoda ishtirok etayotgan treyderlar ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning uzoq sharqdan yetkazilayotgan ushbu markadagi neft etalon markasiga nisbatan 50% chegirma bilan taklif qilingan. Rossiya neftining narxi pasaygan, chunki G'arb sanksiyalari tufayli Xitoyning ayrim neftni qayta ishlash zavodlari xaridlarning bekor qilishga majbur bo'lgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 22-oktyabr kuni AQSh Rosneft va Lukoil va ularning shu'ba korxonalariga nisbatan sanksiyalarni joriy qilgan. AQSh Moliya vazirligi bu choralarga Rossiyaning tinchlik jarayoniga jiddiy qiziqish bildirmagani uchun sabab bo'lgan.